Buni qarang, Osiyo futbolida shok xabar. Kubok bekor qilindi. FIFA tashabbusi bilan global futbol taqvimi qayta ko'rib chiqildi. Shu asosda AFK 2031 va 2035-yillarga mo'ljallangan Osiyo Kubogi musobaqalarini o'tkazmaslik haqida qaror qabul qildi. Bu yangilik ayniqsa mezbonlik uchun da'vogarlik qilgan davlatlarga ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning qo'shma arizasi bekor qilinib, jarayon yana qaytadan boshlanadigan bo'ldi. Yangilangan taqvimlarga ko'ra, turnirlar endilikda 2032 va 2036-yillarda o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Bu esa Osiyo Kubogining Yevropa va Amerikadagi musobaqalar bilan bir yilga to'g'ri kelishiga sabab bo'ladi. Mutaxassislarning fikricha, bunday o'zgarishlar futbol taqvimining yanada zichligiga olib keladi. Bu esa milliy jamoalar va futbolchilar uchun jismoniy yuklama hamda logistika masalalarini yanada murakkablashtirishi mumkin. Videoni futbolga qiziqadigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.